umrini oxirgi davrda shifo topish uchun xarajat qilsa bo'ladigan summani hamma yaqinlari bilan birgalikda borib Yaratganning baytini ziyorat qilish uchun sarflayman deb niyat qilgan ekanlarda. Bu qanday ulug' baxt, bu qanday, bu insonni qalbiga, ko'ngliga solish, bu narsani ko'ngliga solib va mana shu niyati amalga oshib hamma yaqinlari bilan umrani borib ziyoratlarni qilib kelgandan keyin olamdan o'tib qolishi. Bir juda ham bir ilmli inson aytgandilar, ziyoratni qabul bo'lganligini belgisi birinchi o'rinda ziyoratdan qaytgandan keyin olamdan o'tib qoladi yoki u yerning o'zida olamdan o'tadi. Yoki kelgandan keyin 6 oy ichida olamdan o'tib qoladi. Yoki bir yomon bir xislati bo'lsa, shuni tark etadi. Shuni tark qilgani mana shu uni ziyorati qabul bo'lganligini belgisi deb aytishgan edi, eshitgan edik hoji akalarimizdan, ilmli insonlardan eshitgan edik. Ziyoratlari qabul bo'lganligini belgisi biz aniq deb ayta olmaymiz, lekin qarang, yomg'irni yog'ib berganini qarang-da, qanaqangi yomg'ir yog'di, xuddiki bir shunaqa bir haligi tabiatni o'zini yaxshi ko'rgan bir bandasini qalbiga olayotganda edi. Bir 150 yil yashashi mumkin, lekin hech narsa qoldirmay ketishi mumkin o'zidan. Lekin 51 yoshida shu odam 51 yoshida shuncha inson qilib dunyoni ko'rishga ulgurdi, hamma narsani ko'rishga ulgurdi va xalqning muhabbatini qozonishga ulgurdi. O'sha gapimni boshidagi aytgan gapim, Dilshod akamni kutilmaganda shunaqangi bir oramizdan ketib qolishi yuraklarni lovullatib ketdi. Hammani yuragini jazillatib lovullatib ketdilar.